Biz O'zbekistondan Anvarjon va Shukronaxonning onasiman. Anvarjon va Shukronaxon qizim 2020-yilda tug'ilgan. Qizim 2020-yilda tug'ilgan. Qizim tug'ilgan chog'ida, o'sha chaqaloqlik vaqtida 3 kunligida qon olishni boshlagan, 15 kunligida ham qon olgan qizim. Qizimda har xil og'riqlar bo'lardi. Keyin har oyda qon olardi qizim, ranglari sarg'ayib ketardi, og'riqlar bo'lardi qizimda. Keyin 2023-yilda Toshkentda gematologiya bo'limida yotganimizda talassemiya tashxisini qo'yib berishgan. Keyin 2024-yilda noyabr oyida Fortis kasalxonasiga borganmiz. Bizda doktor Vikas kutib olgan. Keyin qizimda tashxisiga ozgina shubhalanishgan, talassemiya bas deyishgan. Keyin analiz topshirganmiz. Analiz topshirganimizda qizimizda privatiknas kasalligi aniqlangan. Keyin o'g'limiz donor bo'lgan. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tib, qizimizda akasini iliklari yaxshi ishlab, Allohga shukr, hozir qizimiz sog'ayib ketdi. Hech qayeri og'rimayapti, qon ham olgani yo'q. O'ynab kulib yuribdi, Allohga shukr. Qizimiz ham yaxshi. Doktor Vikas duoga ham katta rahmat aytamiz.